uchtadan to'rttadan tilda deb va'da bergan maktablardan man umuman qochaman. Bu maktab bo'lmagan narsa. Xuddi mani ko'zimga enagidek ko'rinadi. Xavfsiz ushlab tursa, hamma joyda kameralar, qo'riqchilar zo'r. Maktab nimagadir ixtisoslashmaydi. Mumkin emas. Ba'zi ota-onalar maktabdan keragidan ortiq narsani kutib yuborishadi. Ba'zi ota-ona keladi, deydi. Hech nima o'rgatmayapsizlar-ku deydi. Oyog'ini maxsus taxtakashga bog'lab, boldirini yalang'ochlab, qonab ketguncha urilgan xivchin bilan. Nimaga hamma matematika o'qish kerak degan qarash borda. Men tarixchi bo'laman, yo'qsa o'qishga majbursan. Yoki maktab ungacha oyma-oy oylik imtihonlarini o'tkazsa, bolani ko'rsatib borish kerak. Ko'rsatib borish kerak. Bolaga boshlang'ich sinfda ko'proq fikrlash, hissiyotlarni tanishni o'rgatish kerak. Bu jarayondan hamma o'tish kerak. Shu jumladan sizni bolangiz ham. Olimpiadachilar ham halol haromni tushunmasdan qilayotgandir, lekin ishi aniq qimor bo'lsa, iltimos qilardim, bukmekerlik korxonasi sifatida ro'yxatga o'tishini qilamiz. Loyihamiz hamkori Buxoro maktabi. Buxoro maktabi kelajak binosini biz bilan quring. Manzil Toshkent viloyati Olmaliq shahri. 93lik kodi bilan 787 60 06. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Bilik podkasti. Mana maktablarda o'quv yili yakuniga yetdi va yangi o'quv yili uchun kelajagiga befarq bo'lmagan, farzandini kelajagi befarq bo'lmagan ota-onalar oldida farzandim uchun qanday maktab tanlashim kerak degan tanlov turibdi. Mana shu munosabat bilan biz bugungi podkastimizni bolaga qanday maktab tanlash kerak mavzusida suhbat yuritamiz. Bugungi studiyamiz mehmoni ta'lim sohasida xizmat ko'rsatish mutaxassisi, xususiy maktablar bo'yicha mutaxassis Abdusamad aka Mo'minov bo'ladilar. Xush kelibsiz aka. Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Bizda 10-15 yil oldin ota-ona tomonidan maktab tanlovi tushunchasi ancha tor bo'lgan. Sababiki farzandini maktabga berishda o'zini yashayotgan tumani yoki shaharida eng yaqin yoki eng yaxshi bo'lgan maktabga berib qo'ya qolishgan. Endi bizda iqtisodiyot rivojlangani ko'lamida ta'lim sohasida ham xizmat ko'rsatish rivojlanib, ta'lim sahnasiga xususiy bog'chalar, xususiy maktablar kirib kela boshladi. Mana yaqin yillar ichida yuzlab maktablar ochildi. Endi ota-onalar oldida xususiy maktab tanlasammi yoki davlat maktabini tanlasammi tanlovi bilan birgalikda xususiy maktablar ichida ham qaysi birini tanlash kerak? Ular reklamalarni kuch berib har xil takliflar berishayotgan bir paytda biz bugungi suhbatimizda Abdusamad aka bilan birgalikda ayrim savollarga javob topamiz deb umid qilamiz. Rahmat. Abdusamad aka, siz xususiy maktablar faoliyatini viloyatlarga borib, poytaxtimizdagi aksar maktablarni ichki tizimidan ham yaxshi xabardor odam sifatida taklif qildik. Demak, birinchi savolimiz shunday boshlasak bo'ladi. Ota-onalar maktab tanlashda qaysi jihatlariga e'tibor berish kerak va hozirgi ota-onalar maktab tanlashda nimalarga qiziqishyapti va aslida nimalarga qiziqish kerak maktab tanlayotganda? U maktabni qabul jarayoniga bordi, qaysi jihatlarga e'tibor berish kerak? Shundan boshlasak, keyingi mavzularni sekin-sekin ochaveramiz. Rahmat, salomat bo'ling. Taklif uchun ham katta rahmat avvalambor. Salomat bo'ling. O'zi faoliyatim xususiy maktablarga xizmat ko'rsatish meni faoliyatim. Va shu o'rinda xususiy maktablarga borib xizmat ko'rsatish va umumiy blog ham yurityapman hozir. Shu maktablarni kirganingizdan keyin maktab haqida ma'lumot bilishingiz sizni maktabda bemalol tahlil qilishingiz, o'rganishingizga sabab bo'lar ekanda. Shunda maktabga kiraman, maktab haqida ma'lumot olaman va umumiy tahlil qilib boraverganim sari qo'limda bir ma'lumotlar bazasi yig'ilib qoldi. Shundan keyin shu narsalarni demak xizmat ham qilyapman va blog ham qilib ma'lumot tashlab boray deyapman. Xo'sh, maktab tanlash masalasi o'zi nima deydi? Deylik, ilk maktab haqida tasavvurlar paydo bo'lgandan beri ota-ona yaxshi maktab qidiradi doim. Shunday. Madrasalar bo'lgan bo'lsa ham eng yaxshi madrasaga bergisi kelgandir. Eng yaxshi ustozga bergisi kelgandir. Va o'sha SSR paytlarini oladigan bo'lsak, Chor Rossiyasidan keyin ham yaxshi maktablar kirgan. Rus tuzum maktablari kirgan paytda ham jadidlarimiz tomonidan ilk xususiy maktablar ochilgan. Rus tuzum maktabi bera olmagan narsani o'sha
xususiy maktablar bergan va ular pullik ochishgan o'sha paytlar. Hmm. Undan keyin mana umumiy yagona davlat siyosati shakliga o'tgan hamma dunyo bo'yicha maktablar. Oldin maktablar erkin, akademik erkin bo'lgan. Hmm. Ya'ni davlat siyosatini yo'naltirish, davlat siyosatiga mos ta'lim bo'lmagan. Erkinroq bo'lgan. Hamma o'ziga yarasha ta'lim berib ketgan. Albatta hududga yarasha qanaqadir normalar bo'lishi mumkin. Lekin SSR paytdan oladigan bo'lsak, biz hududlarga aniq, tizimli, nimani qayergacha, qanday o'qitishgacha belgilab berilgan davlat ta'lim tizimi kirib keldi. Hmm. Ya'ni biz tarixni qaysi rakursda ko'rishimizni ham davlat belgilab berdi. Amir Temurni yomon ko'rish, misol uchun o'sha paytlar aytib berishadi. O'zbek qahramonlari yo'q. Hamma bugungi o'sha yoshkot davlatni ko'rsangiz, Rossiya eng zo'r mamlakat, ruslar doim intellekti yuqori bo'lgan, o'zbeklar past. Ruslarda juda ham yuqori degan bir qanaqadir qarash singdirilgan siyosiy maktablar orqali ham. Oktyabr revolyutsiyasini xuddiki dunyoni yaralishi qilib ko'rsatishgan misol uchun. Demak, shu narsani o'qishimiz majbur bo'lishgan, qayergacha o'qish ham aniq bo'lgan. Va o'shani o'qigan odamlar o'sha tarbiya bilan, o'sha mafkura bilan katta bo'lgan. Ya'ni ta'lim davlat mafkurasini markazga aylandi. Mafkurani xizmatchisiga aylangan. Xizmatchisi to'liq. Undan ortiq hech nima o'qish mumkin emas yani. Shunday va undan tashqari nimadir o'qimoqchi bo'lsangiz jinoyatga chiqdingiz. Va siz jinoyatchisiz. Tamom. Shunday qilib o'sha paytda ham maktab tanlovi bo'lgan. Toshkentdagi eng yaxshi maktablar bo'lgan misol uchun. Yoki o'zini hududida eng yaxshi maktablar bo'lgan, hamma biladi. Litsey maktablar bo'lgan, qanaqadir o'ris maktablarida eng yaxshi maktablar, hamma o'ris maktabga bergisi kelgan. Yoki shaharning 2-3 ta yaxshi maktablar doim bo'lganda ota-onalar iloji boricha o'sha yerga bergisi kelardi. Mustaqillikdan keyin ham shunaqa bo'lib keldi. Mustaqil bo'lganimizdan keyin ham maktablar ajrab qolgan maktablar bor edi. Ota-onalar o'shanga berishni boshladi. Misol Toshkentda o'sha 110-adashmasam maktab bor. Juda ham o'sha eski paytdan markaziy maktab bo'lgan, eski paytdan kazolar o'qigan va hozir ham shunday. Ya'ni maktab sifatida. Hamma shunga intiladi. Hech bo'lmaganda networking uchun o'sha markaziy maktablarga berishgan sababi prokurorni, hokimni yoki bo'lmasa boshqalarning bolalari ham bitta joyda o'qigan. Chunki networking bo'ladi, palonchini, pistonchini sinfdoshi bo'ladi degan bir qarashlar ham bor. Shunaqa qilib berilgan maktablarga-da. Endi bugun tanlov yana ham ko'payyapti. Xususiy maktablar paydo bo'ldi. Endi xususiy maktablarda odamlarda tanlov ham turlicha bo'lib ketdi. Oldin qanaqa tanlov bor edi? Xususiy maktab desa ovqat berar ekan degan bir fikr kirdi boshida. O'zi xususiy maktablarning boshlanishi o'sha 2018-yildan qaror chiqdi, maxsus qaror chiqqandan keyin 80-sonli. Shundan keyin bir xususiy maktab degan, xususiy maktabni qanday ochish haqida to'liq bir nizom paydo bo'ldi. Yo'riqnomalar paydo bo'ldi. Shundan keyin xususiy maktablar ochish boshlandi. 18-yilda bu yog'ida xolos. Bu 8 yillik tarixda unaqa uzoq tarix emas. Shuning uchun hali biz shakllanib boryapmiz. Hali bir xususiy maktab tanlaydigan bo'lsa, mana bu kriteriyalar bo'yicha tanlash kerak degan aniq qoida yo'q. Sababi xususiy maktablarni hozirgi kunda reyting sistemasi yo'q. Ularning o'rtasida 800 dan oshiq xususiy maktab bo'lsa, respublika bo'yicha ularning aniq reytingi yo'q, sababi u yerda minimalka yo'q. Deylik, biz qo'ysakki, butun xususiy maktablarni bitiruvchilari 7-sinf bitirganda, misol uchun, ingliz tilidan bir darajada bo'lishi kerak degan minimalkani hammaga qo'ysak, 7-sinf uchun misol uchun yoki 8-sinf uchun, 9-sinf uchun inglizning o'zini minimalkasini qo'yib chiqsak, keyin biz butun xususiy maktablarni ingliz tili bo'yicha reytingini qila olamiz. Tarix bo'yicha reyting qilsak, o'zi davlat ta'lim standartida reyting bor, belgilangan. Xususiy maktabda reytingda muammo shundaki, xususiy maktabga 9-sinfga kelgan bola tanlovga keyin to'xtalamizda. Xususiy maktabga 9-sinf kelgan bola kimdir 9-sinf bilim darajasida, kimdir 5-sinf bilim darajasida keladi. Shuning uchun bugungi kunda xususiy maktablarda o'rtasida juda ham bir g'alati holat bor. Sinfdosh emas, bilimdoshlar bilan o'qisin degan bir tizim paydo bo'lgan. Tamom, siz ma'lum bir fanlarda imtihonlar olinadi. Bilim darajasiga qarab 6-sinf, 8-sinf bilan ham o'qib ketaveradi. Biz to'garaklarda alohida yetkazib olsin deydi, lekin umumiy holatda baribir bitta yoshdagi, bitta sinfdagi bolani o'rtasidagi bitta bilimda o'zida ancha farq bor.
u 1 yil o'qisa yetib oladi bularga-da. Bular kutib turmaydi. Bular yana rivojlanib ketishi kerak bo'ladi. Mana shunaqa reyting qilib bo'lmaydigan, tanlov qilish juda ham qiyin bo'lgan maktablarda va ota-onalar ko'proq mana shu reklamalarga, marketingdagi berilayotgan va'dalarga qarab tanlashga bugun majbur bo'lyapti. Deylik, Toshkent shahrida bir maktab ochadigan bo'lsangiz, hozir kamida bir 50 yoki 60% boshqa xususiy maktablardan keladi. Siz misol uchun 100 ta o'quvchi oladigan bo'lsangiz, ko'ngli to'lmagan yo'q qanaqa shunday, ya'ni ololmagan. xususiy maktablarda o'quvchilarni ko'chib yurishi degan bir termin paydo bo'lgan. Bitta bola 5 tadan maktab o'qiyapti, 5 ta, 6 tadan ko'chib yuraveradi. Unga o'qiydi, muammo chiqadi, bunda o'tadi, bu ham va'da beradi. Va'dasini bajara olmayotgan maktablar ko'p va'da berib yuborib, marketologlar bilan kelishmovchilik bo'lsa kerak balki. Va'dalar yaxshi, qila olamiz deb o'ylashadi, lekin tizimli yondashuv yo'qligi uchun har qanday va'da, har qanday g'oyalargacha qolib ketadi. Tizimli yondashuv bo'lishi kerak. Ota-onalar qanday tanlash kerak maktabda degan endi savolga kelsak bo'ladi. Ayni xususiy maktabda. Albatta, ta'limni sifatli berish qimmatroq bo'lishi mumkin. Lekin arzonga ham sifatli ta'lim bugun xususiy maktablarda bor. Ya'ni hudud chekkalashgan sari, ijara arzon bo'lgani sari, maoshlar yengil bo'lgani sari o'quvchiga arzonga tushadi. Va bu juda ham qulay narxlar bor. Hattoki hayron qoladigan darajada narxlar bor. Bu bolani oziq-ovqat normasiga ham hisoblasangiz, normativ bo'yicha davlat ta'lim standartida o'sha belgilangan norma bor. 3 mahal ovqat yeydigan bo'lsa bola qancha go'sht yeyish kerak, qancha kaloriya bo'lishi kerak. O'sha kaloriyaga hisoblasam, asl ovqatini puli ham to'liq chiqmaydigan maktablar ham borda, lekin ovqat yeyapti o'sha bola 3 mahal. Xo'sh, qanday tanlash kerak? Berilgan va'dalar, berilgan so'rovlar bo'ladigan bo'lsa, marketingda men so'rab oladigan bo'lganman. Bugun ota-onalardagi boshida xususiy maktab ovqat berar ekan degan tushuncha bugun o'zgargan. Chunki 4 ta 5 ta maktab o'zgartirildi. Endi inglizdan biz ayl solib beramiz 1 yilda desa, qani qaysi dastur bo'yicha olib berasan, berchi deyish kerak. Ustozingni chaqirtdi ko'raylik. Qani o'sha meni o'g'lim masalan A1 darajada bo'lsa, sen qanaqa qilib 1 yilda bunga misol uchun 5,5 olib bermoqsan yoki B1 darajaga olib chiqmoqsan. Dasturingni ko'rsat deyish kerak. Ota-ona buni dasturini tushunmasligi ham mumkin, lekin ko'rsatib so'rash kerak. Biz misol uchun bolaga biz ta'lim, tarbiyani ham beramiz deydigan bo'lsa, tarbiya dasturini bir ko'rsat deyish kerak. Qani dasturing? Bu dasturing bo'ladigan bo'lsa, qani ketma-ket. Mana mana narsa. Bir o'quv yili davomida qaysi to'liq ko'rib, ya'ni o'quv dasturi yillik, nimani o'rgatadi, qayerda o'rgatadi, qanaqa darajada o'rgatadi. Bolam kirgandagi A nuqtasi bilan B nuqta, D nuqtalari qayerda tutashadi. Buni qayerdan bilaman? Bolam odobli bo'lib qolganini qayerdan bilaman men? Uni dastur bo'lishi kerak. Yoki masalan, matematikadan darajaga chiqish uchun sertifikat olib beraman 1 yilda desa, dasturingni bir ko'raylik. Dasturni to'liq ko'rib chiqib, ota-ona shartnoma bo'yicha maktabda to'liq dastur bilan tanishib chiqish kerak. Tushunarli. Tanishib chiqqandan keyin tushunmasa ham so'rash kerak. Mayli, tushunmang, borib so'rang. Ana siz so'rang, keyingi so'rasin, boshqalar so'rasin. So'ragan sari maktabda yo'q bo'lsa, agar maktab keyin buni normallashtirishim kerak ekan deb keyin buni bo'yniga oladi. Ungacha maktab o'qityapmiz, mana natijalarimizni ko'ring. Natijalar maxsus bolalarda bo'lishi ham mumkin-da. Bu bolalar sani maktabingda o'qimasa ham natija qila oladigan bolalar bo'lib chiqadi aksariyat. O'zi shunaqa bolalarda. Bir nechta a'lochi o'quvchilar bo'ladi, ular o'rta miyona ustozda ta'lim olsa ham natija ko'rsata oladi. Shunaqa o'zini ustida ishlayotgan bor. Misol uchun, Jizzax shahridagi 1-sonli maktabga bor. Borib ko'rdim, o'quvchilar bilan bir tadbirkorga bir loyiha bergandik. Stipendiya loyihasini bergandik. Davlat kelinglar, mana shu bolalarga stipendiya beramiz. O'zi maktabimizda o'qiganlarga dedim. U odam qo'llab-quvvatladi. Keyin maktabga borib stipendiya uchun joriy qildikda o'quvchilarga 10 ta o'quvchiga stipendiya beramiz. Ularga suhbatlashyapmiz. Bolalar juda ham kuchli. 2,5 mingta o'quvchi bor bitta maktabda, tasavvur qiling. 2,5 mingta o'quvchini tarbiyalab olishda o'zi qiyin. Ushlab turishda o'zi qiyin masala juda ham. Va ularning ichida yaxshi o'quvchilari, ingliz tilidan sertifikatlarini allaqachon bo'lgan o'quvchilar bor. Bu yerda ham borda, u xususiy maktabda bu o'ziga xos tomoni emas. Chunki sertifikatni o'quv markaziga borib ham olib qo'yapti-da. Ya'ni ota-ona borib so'rab olish kerak. Tanlayotganda nima berasiz? Dasturingizni ko'rsating.
Qanday qilasiz? Hammaga tushuntirib bering deyish kerakda. Dasturlargacha ko'rib olsa, balki mana shu ota-onani sal bo'lsa ham nima deydi? Maktab tanlovidagi o'zini darajasini ko'rsatib qo'yadi hech bo'lmaganda. Men birinchi maktab emas bu. 3-maktabimiz. Va'dangizni qanday bajarib bera olasiz deb so'rab olish kerak. Abdusamad aka, hozirgi ota-onalar maktab tanlashda yo'l qo'yayotgan xatolar haqida ham ozgina gapirib ketsangiz. Asosiy xato birinchi navbatda o'zi bolani eshitmaslik ham borda. Bolani eshitmaslik bor, bolani eshitish kerak. Bola bilan gaplashish kerak. Bolani istaklarini tushunish kerak. Endi to'g'ri 7-sinfgacha bolani istaklari shart emas. Ya'ni ta'lim, umum ta'lim bu yerda. 8-sinfgacha ham hamma fanni o'qishga majbur bola. Bir xil baho olish kerak. Davlatda o'zining normasi bor va dunyoqarash keng bo'lishi uchun hamma fanni bir xil o'qiydi baribir. Keyin odatda 9-sinfdan boshlab maxsus fanlar ko'proq o'qitiladi. Misol uchun matematika bo'lsa matematika, kimyo bo'lsa kimyo, biologiya, tarix, ijtimoiy gumanitar bo'lsa ketadi. Shunaqa yo'nalishga qarab ketadi 9-sinfgacha. Mana shu paytda gaplashib ko'rish kerak o'zi bola bilan. O'zi fikr keladi o'zi. Birinchisi bolani o'zidan fikrini olish kerak. Nimaga qiziqishing bor? Qanday, qayerda o'qimoqchisan? Misol uchun o'g'lim bilan gaplashsam, men o'sha maktabda yaxshi davlat maktabida o'qirdim. O'sha maktabim zo'r edi deyapti. 5-sinf haqida gap ketyapti hozir. Zo'r o'qirdim deyapti-da. Vaholanki hozir gaplashadigan bo'lsam endi, gaplashsam 9-sinfni bitiryapti-da, o'sha do'stlarim bilan ko'rishdim dedi. Bir necha yil o'tib ketgan. 5 yil o'tyapti. Nima ekan dedim-da. Yaxshi ham chiqqan ekanmisan deb so'radim-da o'zidan. Yomon emas edi. Endi u maktab bilaman, juda ham anaqa maktab edi. Ko'cha qonunlar ishlaydigan maktab bo'lgan birinchidan. Dedakshini. Ikkinchidan u chekmasang u yerda erkakmassan degan bir qarash bor maktab. Bolalar bilan ko'rishdim dedi, gaplashyapman dedi. Albatta ularni dunyo qarashi bilan farqimiz katta bo'lib ketibdi deyapti. Ya'ni ota-ona boshida sanashi mumkin 8-sinf, 9-sinfgacha bolani ixtiyorisiz o'qitish mumkin yaxshiroq deb. Lekin 9-sinfdan keyin so'rash kerakdir balki. Birinchisi bolani fikrini olish, ikkinchisi maktabga borganda va'dalarga ishonmaslik. Va'dalarga ishonib bo'lmaydi. Siz u kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bugungi kunda media insonni avliyo darajasiga olib chiqishi mumkin. Jumladan meni ham, sizni ham chiroyli gaplarni gapirishimiz bilan bizni insonlar ishonchli inson deb o'ylaydi. Lekin berilgan va'dani borib so'rab olish kerak. So'rab olish kerak. Agar mabodo bajara olmasang-chi degan savolni ham berish kerak. Bajara olmasa degan joyini odatda shartnomada bo'ladi. Shartnomada ko'rsatib ketish kerak. Mana shu juda ham muhim qismi hisoblanadi. Ota-ona maktabni tanlab bo'ldi bergandan keyin natijani oyma-oy so'rab olish kerak o'zi. Bugun so'rab olmasak 20% o'quvchisi bilan maktablar maqtanib, qolgan 80% anaqa bo'lmayapti. Natija qilib berisha olmayapmiz. Odatda shunday. Tushunarli. Endi ayrim maktablar o'quvchilar uchun juda ko'p xorijiy tillarni va'da qilib yuboryapti. Masalan, arab tili, ingliz tili, rus tili, hatto 5-6 ta ham chiqdimi? Bu bolaga o'z-o'zidan nima deydi, reallikdan juda uzoqda-da. Ha, mumkin emas bu. Bularga nima deysiz? Masalan, ularni masalan ko'plab maktablarning tizimi bilan tanishgan bo'lsangiz, o'zi 3 ta ham ko'pda aslida. 4 ta, 5 ta til u qanaqa tizimdan foydalanib shuncha tilni taklif qilishyapti, o'rgatishyapti va yutug'i qanaqa? Ha, bu o'zi maktab pul olayotganda ba'zi bir insonlarning o'zini shaxsiyati bilan bog'liq muammo bor. Ya'ni biznesmenni, maktab ochayotganlarning o'zini shaxsiyati bilan bog'liq muammo bor. Men pul olyapmanmi, demak maksimum xizmat qilishim kerak deb o'ylaydi ba'zan. Maksimum xizmat qilaman deb o'ylaydi va mana shu oqibatda har xil narsalarni tizimsiz ravishda va'da berib tashlaydi. Ikkita til emas, bitta tilni o'rganib chiqsa ham o'zi katta masala. Keyin til bu maktab uchun bilim hisoblanmaydi. Bu bazaviy bilim. Zaruriy ehtiyoj desa ham bo'ladi. Shunday, ya'ni buni asosiy bilim sifatida qaralmaydi. Ingliz tilini bilish bolaning muvaffaqiyati emas, shunchaki qolgan fanini tezroq va ko'proq o'rganish uchun imkoniyat xolos. Matematikani ko'proq o'rganaman desak, inglizni o'rganib, matematikani chuqurroq o'rganish mumkin. Ingliz tili manbalarini olib. Ya'ni agar ingliz tilini bilish muvaffaqiyat kaliti bo'lganda,
ingliz tili Angliya yoki bo'lmasam Amerikada yashayotgan odamlardan hammasi juda ham zo'r odamlar bo'lishi kerak edi. Til bilish muvaffaqiyat emas. Til Shunday. shunchaki vosita bo'ladi. Ingliz tilimi, Xitoy tilimi, boshqa tilmi, qaysi til bo'lsa ham. 3tadan 4tadan tilda deb va'da bergan maktablardan men umuman qochaman. Bu maktab bo'lmagan narsa. Ular elementar nimalar, siz uni qo'ying, boshlang'i sinfda qo'yayotganlar bu 3ta tilni. Xitoy tili, ingliz tili bir narsa til deyishadi. Hali o'zini alifbosini tanimaydi ayrimlar. Ha, shu. Mayli nimadir o'rganar, lekin u hech nimani o'rganmaydi oxir. Shuning uchun maktabda tilni asosi bitta maktab ko'rdim. Xorijiy tillarga ixtisoslashgan maktab dedi. U maktab nimagadir ixtisoslashmaydi. Mumkin emas. Xorijiy tillarga ixtisoslashish umuman to'g'ri emas. Siz maktabda bolaga bazaviy bilimlarni berishga majbursiz. Tarix, matematika, shularga ixtisoslashasiz. Maksimum tilga ixtisoslashmaydi maktab. U bo'lmagan narsa u. Qayerdan o'ylab topishadi bunaqa narsalar, nimadan kelib chiqishadi, bilmayman bu narsalarni. U o'ta noto'g'ri qarash. Bitta maktabni mazmuni boshqa narsada. U til siz aytganda 4ta 5ta tilni va'da berayotgan maktabdan qochirish kerak. Tushunarli. Endi Abdusamad aka, ba'zi ota-onalar maktabdan keragidan ortiq narsani kutib yuborishadi. Masalan, o'zimiz ham shu sohadamiz. Masalan, aytaylik, ota-ona ma'lum bir xususiy maktabga beradida, bir necha oy o'tgandan keyin kelayotganda, endi hovlida bolalar so'kinayotganini yo g'alati xatti-harakatlarni ko'radida, men davlat maktabidan farq qiladi deb o'ylagandim. Ya'ni bolalarning tarbiyasida, o'zini yurish-turishida birdan nimaga o'zgartirmaysizlar degan ma'nodagi kutilmalarda, endi juda katta kutilmalar. Buni tabiiyki o'qituvchilar tomonidan aytiladiki, bu tarbiya onaning qornidan boshlanadi. Yoki bo'lmasam bilim masalasida ham ikkichi o'zlashtirish o'ta past, qobiliyati past bola ham xususiy maktabda unga ozgina ko'proq vaqt ajratilgani uchun o'shandan yuqoriroq darajada bilimni egallashi mumkin. Yo'q, uni qirrasi ochilishi mumkin. Unda ham ko'proq vaqt ajratilgani sababidan. Lekin ular qobiliyati pastligini biladi bo'ladi. Lekin a'lochilar qatorida ko'rishni istaydi. Ya'ni shuncha pul to'layapman. 2-3 oyda men o'zgartirib ber. Bu qarashlar ham nazarimda kutilmalar keragidan ortiq demoqchiman-da. Yoki bo'lmasam mana reklamalarda siz aytayotgandek mediada bolalar bir xil pokiza formalarda yo bo'lmasam bir-biri bilan muloqotda yo tarbiyasida o'zgarishlarni ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin umuman olganda baribir maktablarni hamma o'quvchilari birday, madaniyati o'ta yuqori, bilim saviyasi yuqori bo'lmaydi. Bunda ota-onalar nimani kutish kerak? Yani bundan tashqari kutilmalarni kamaytirish kerakmi? Nima qilish kerak? Xo'sh, bu ham juda nisbiy gap bu hamda. Misol uchun ta'lim haqida maktabni o'zini qarashi bor. Ta'lim haqida ota-onani qarashi bor. Chunki u boshqa narsa tushunadi ta'lim deganda. O'quvchini qarashi bor. Uchalasi 3 xilda ba'zan fokuslar. 3 xil qarash bor. Maktab aytayotgan narsani ota-ona boshqacha ko'radi, ota-ona ko'rayotgan narsani o'quvchi butunlay boshqacha ko'radi. Umumiy muammolar bor mana shu yerda. Ta'limda misol uchun ba'zi maktablar bolani kelajagi deylik, keyingi 10 yillik uchun harakat qiladigan maktablar. Bolani fikrini keng fikrli bo'lishi, tanqidiy fikrlashni rivojlanishi, badiiy adabiyot, ularni o'qishi, bolani hayotga tarbiyalaydigan maktab borda. Va turli xil o'zgarishlarga emotsional barqaror qilib tarbiyalaymiz deydi. Ba'zi ota-ona keladi, deydi. Hech nima o'rgatmayapsizlar-ku deydi. Hech nima, bu o'qiyapti, mana matematikani o'qiyapti, qolgan fanlarni qo'shimcha bularni o'rgatyapmiz desa, ular tushunmaydi. Bizda hozir soft skills, hard skills degan narsalar qo'shyapti. Misol uchun shunaqa maktablar borda. Endi bu maktabning g'oyasi butunlay boshqa narsada. Ular qanaqadir natija deganda sertifikatlarni ko'radimi? Ota-onalarni ba'zilarida mana sertifikat aytish mumkin-da. Mani o'g'lim, mana 6-sinfda o'qiyotgan o'g'lim, qo'shnimizning oddiy maktabda o'qiyotgan 6-sinf o'g'li bilan gaplashib o'tirdi. Davlat maktabida o'qiyotgan qo'shnimning o'g'li matematikani mani o'g'limdan yaxshi bildi. Yaxshi bilyapti deydi. Mana o'lchov mana bu yerda endi. Buni o'lchovi boshqa. Maktab bo'lsa boshqacha o'lchovda qarayapti. Maktabdagi o'qitilayotgan matematika deylik bo'lishi mumkin. Kecha bitta ikkita maktabga bordim, uje
ularda SAT matematikasi o'qitilyapti, ya'ni mantiqiy matematika. Bu mantiqiy matematika bilan davlat ta'lim standartiga biz matematikani orasida farqi bor. Bu yerda mantiqiy matematika ishlamaydi. Bu yerda biz o'sha SSRdan qolib ketgan eski tizimni bir hali sekin-sekin isloh bo'layotgan matematika bor. Ya'ni bu bolani tanqidiy tafakkurini, mantiqiy tafakkurini ochishga mo'ljallanmagan. Shunchaki matematika bu. Xorijiy matematikalar bo'lsa, deylik, Cambridge tizimidagi matematikalar bo'lsa, ular bolani mantiqiy tafakkurini ochishga qaratilgan bo'lgan. Shuning uchun ko'pchilik bilan, misol uchun, turk litseyda o'qigan degan bir qarash borda. Ular boshqacha-ku deydi. Chunki ularning matematikasi Cambridge matematikasi bo'lganda. Ular biz DTS matematikasini o'qitmaganda. Haqiqatan ham mana o'zim maktabda ham, kollejda ham, universitetda ham turk litseyini bitirgan o'qituvchilar boshqacha fikrlaydi haqiqatan. Zaifini ko'rmaganman. Ya'ni bu yerda matematikani ham o'rni asli nimaga hamma matematika o'qish kerak degan qarash borda. Men tarixchi bo'laman. Yo'q, sen o'qishga majbursan. Chunki matematikaning asli vazifasi seni tanqidiy tafakkurni ochishga xizmat qilish kerak. Mulohaza qilishni o'rgatish kerak seni. Fikringni mana shuni ochib beradi. Lekin bizdagi matematikalar, deylik, SSR paytdan qolgan matematika qanaqa bo'lgan desa, fikrlovchi inson kerak emas bo'lgan tuzum bo'lganda u. Bizga fikrlovchilar kerak emas, shuning uchun bizning matematikamiz unaqa fikrlatadigan matematika kerak emas bo'lgan. Shuning uchun shunday matematika o'qitilgan. U matematika yomon emas, yaxshi matematika. Lekin bugungi kunda matematikasi to'g'ri kelish kerak, kelmaydi. Bugun biz boyagi yopiq mamlakatdan ochiq mamlakatga o'tdik endi. Bizga endi fikrlaydigan, tanqidiy tafakkur, bitta narsa chiqib olib kimdir nimadir deb qo'ysa, nimaga deb so'raladigan. Haqiqatan ham shundaymi? Unday bo'lsa nima bo'ladi? Bunday bo'lsa nima bo'ladi? Turib fikrlaydigan odamlar kerak endi bu yoqqa. Shuning uchun bizga endi u matematikalar ish bermaydi. Va bu bo'yicha ham ko'p muhokama qilamiz. Aytmoqchi bo'lganim, ya'ni ta'lim haqidagi boyagi savolingizda qarashlar har xil. Shuning uchun ota-ona kelganda nimaga bolamga matematikani o'qitmayapsizlar deydi. Biz bolangizga fikrlashni o'rgatyapmiz, tushuntira olmaysiz. Chunki uni natijasi keyinroq ko'rinadi. Ba'zi ota-onaga fikrlaydigan bola odobsiz bola bo'lib ko'rinadi. Gapirsam gap qaytaryapti deydi. Ko'p gapiryapti. Bu bola endi o'tish davriga keldi. Bu bola voyaga yetyapti. Gormonal o'zgarishlari bor. Sanga ota-onani bilasiz, bola o'tish davrida ota-ona ideallikdan qulaydi bolani oldida. 12-14 yoshgacha bola uchun ota-ona ideal bo'lgan bo'lsa, bo'ldi, endi bola tanqidiy tafakkur paydo bo'ladi. Nimaga ota-onam bunaqa ekan? Dadam nimaga bunaqa ekan? Onam nimaga bunaqa ekan degan savollar paydo bo'ladi. Ideallikdan tushadi, buni ota-ona qabul qilish kerak. Qabul qila olmasdan bolam odobsiz bo'lib qolyapti deydi. Odobsizlik emas bu, sen ham yoshliging shunaqa bo'lgan o'zi. Unutib qo'ygansan xolos. Bolada bo'ladi, buni o'zi yashab o'tish kerak bola. 2 yil davomida yashab o'tib ketish kerak. Ota-ona tarbiyada toqatli bo'lish kerak. Mana shundan keyin o'tib olgandan keyin boyagi sekin-sekin tartibga tushadi 2-3 yil ichida. Mana shu yerda ham bolam odobsiz bo'lib qoldi deydi. Odob o'rgatmayapsizlar-ku deydi. Mana bu yerda boshqa qarash. Ya'ni boyagi narsa ota-onani kutuvlari, maktabda bergan va'dasi, bolani kutuvlarida farq bor. Bu tabiiy. Bu nimadan kelib chiqadi? Ota-ona maktabda to'g'ri shartnoma bo'yicha to'g'ri o'qimagan bo'lishi mumkin, tushunmagan bo'lishi mumkin va bu to'g'ri kelmagan bo'lsa maktabdan ketadi. Va bu maktab uchun ham bunaqa ota-onaning keragi yo'q. Bu ham ota-ona ham, maktab ham siz bilan shartnomani bekor qilamiz deb qo'ya qoladi. Shu bilan qutuladi. Kutuvlarda aytganingizdek muammo bor. Kimdir taomni faqat zo'r kutyapti hozir. 4 mahal taom berar ekan degan hali ham bor. Ovqatlarini zo'rmi deb rasm tashlab turing degan ota-onalar bor. Ovqat uch nima emas-ku, ovqat u yordamchi masala xolos. Maktab ham berayotgan narsalari aniq emas-da. Shu kutuv, misol uchun men 10-sinfda bolangizga sertifikat olib beraman desa, bo'ldi, yetadi shu. Shuni kutadi ota-ona, bo'ldi. Olib bera olmasa, olib bera olmading-ku. Endi nima qilasan deb savol qo'yish kerak bo'ldi. Yoki maktab ungacha oyma-oy oylik imtihonlarini o'tkazsa, bolani ko'rsatib borish kerak. Ko'rsatib borish kerak. Ko'rsatib borish kerak. Buni ota-ona hammaga natija ko'rsatib bo'lmaydi, 100% natija qilishi juda qiyin. Shunday. Yana bitta o'rinda savol tug'iladi. Ayrim xususiy maktablar xuddi mani ko'zimga enagidek ko'rinadi. Xavfsiz ushlab tursa, hamma joyda kameralar, qo'riqchilar zo'r. Kechgacha nima qiladi mani bolam deb, masalan, qabuliga borib so'rasak, 5 mahal ovqatlanishni va'da qilyapti. 5 mahal ovqatlansa, demak 8:30-9 da boshlansa, o'rtacha 2 soat vaqt ketib qoladi, 1,5 soat.
bu ovqatdan boshqa nima ishlar bilan shug'ullanadi deb qo'ymanda hazillashib. Bor shunaqa. Bular ham masalan yana haddan ortiq ko'proq komfort berib ota-onani jalb qilish, marketingmi bu ham qanaqadir. O'zi 5 mahal ovqatlanish ham ovqat deydi, asli ovqat bo'lmaydi. Haqiqiy ovqat tushlik paytida bitta beriladi, ya'ni haqiqiy ovqat beriladi. Ungacha ertalab nonushta beradi, yengil. Orada polnik beriladi, boshlang'ich sinflarga odatda beriladi. Polnik ham yengil, u bitta kichkina bo'lichka beradi, uni sinfda o'tirib yeb qo'ya qoladi. Oshxonaga ham borish shart emas, yo bitta suv ichadi. Yarimta shirin choy bilan bitta bo'lichkani ham ovqat deb beriladi, ya'ni taom sifatida. 5 mahal deganda vahima ko'rinish kerak emas. 4 mahal deganda ham shunaqa ko'rinish kerak emas. Ba'zi xalqaro maktablarda ham 4 mahal ovqat beriladi. Sinflarga kirsangiz ularni, ana IB sinflariga kiradigan bo'lsangiz, butunlay boshqacha ular. Sinfda bolalar bemalol. Juda ham bemalol bo'ladi. Fikrlaydi, gaplashadi, o'tiradi. Boshlang'ich sinflarga kirib ko'rsangiz, bizni boshlang'ich sinflardagi darslar bilan ularning darslari farqli. Bolaga boshlang'ich sinfda ko'proq fikrlash, hissiyotlarni tanishni o'rgatish kerak. Asosiy masala shu, fikrlaydi, emotsional ko'rsatish kerak, bola o'zini chiqarish kerak. Boshlang'ich sinfda bola bilimdan ham ko'ra ko'proq hayotni o'rganish kerak. Mana shuni o'rgatadi ular rostdan ham. Bizning maktablarda bo'lsa, misol uchun o'zimizni maktablarda endi bu to'g'ri noto'g'rilik haqida emas, bizning maktablarda ko'proq fanga qaratiladi. Ko'proq o'qish kerak, o'rganish kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak. Lekin oxir oqibat nima desa, institutni bitirib, katta odam bo'lib, bir joyga ishga so'rab borsangiz, chet elda bitirib kelgan odamga ehtiyojimiz kattami yoki o'zimiz bitirib kelganga ham ehtiyoj kattami degan savol. Albatta chet elda o'qib bitirib kelgan bolaga biz boshqacha qaraymiz, oylik boshqacharoq beramiz. Ikkita odam to'g'ri kelib qolsa, chetda o'qigan ekan desa, uni yuqoriroq qo'yamizda, misol uchun. Demak, chet elni ta'lim tajribasidan olishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Berilayotgan va'dalar, komfort zona to'g'ri tashkillash kerak. Shunchaki maktabni o'rab qo'yib, bolani chiqarmaslik yoki bo'lsam dars ham bermaydi. Vaqti bo'lib qolsa bola shunchaki maktabda o'tirishini o'zi ham komfort emas bu ham. Bola maktab qamoqxona ham bo'lib qolmasligi kerak. O'sha 5 gacha bo'lgan jarayonda bola 5 da chiqadimi, o'shangacha bo'lgan jarayonni bolani hayotida u o'sha yerda yashaydi. Namanganda Stanford degan maktabga boruvdik. Ularning g'oyasi juda ajoyib ekanda. Bizni maktabga bola yashagani keladi, deyapti-da. Shuning uchun biz yashaydigan sharoit qilamiz. U 10 soat bola yashaydi bu yerda. 8 soat, 10 soat u katta vaqt u. Shunchaki dars o'qigani kelmaydi bola maktabga. Ijtimoiylashuv uchun keladi. Yaxshi gap ota-onani eshitmagan bo'lsa, o'qituvchining maqtovini eshitgani keladi. Do'stlari bilan fikrlashgani keladi. Fanlar shunchaki yordam, shu bahona fanda o'qitib olasiz. Bolani maktabga maza qilib olib kelib turib, bolada fanni o'qitish kerak. Fanni o'qigani kelishda o'zi bilan ish bitmaydi. Bola ijtimoiylashishi juda ham muhim. Haqiqatdan ham xususiy maktablar haqida gapirganda, endi butun respublikamizga tanish ayrim masalan viloyatlardagi maktablar bor. Natijalari zo'r, lekin bolani ruhiyati bilan qiziqmaydi. Umuman. O'ta ustoz shogirdlik munosabati o'ta qattiq munosabat ustiga qurilgan, ya'ni bola boshini umuman ko'tarish kerak emas. Matematikasi bo'lsa matematikasini o'qish kerak, fizikasi bo'lsa fizikasini o'qish kerak. U bolalardan ertaga menimcha kelajak uchun naf beradigan bir ijodkor yoki bo'lmasa kreativ kadr chiqadi deb o'ylamayman. Bu bolalar rivojlanmasligi ham. Bu bo'yicha juda ham kes ko'p. Lekin maktab oldirgan sertifikatlari, qandaydir budjetga kiritgan o'quvchilari bilan faqatgina faxrlanadi. Ota-ona masalan eski usul maktabidan qolib ketgan ekan. Mana boya O'zbekistondagi o'sha maktab tarixi haqida ham qisqacha gapirib ketdingiz-ku. Nimaga 20-asrga kelib, 20-asr boshiga kelib jadidlar yangi usuldagi maktabni ochishni boshladi? Chunki eski usul maktablarning metodikasi ham eski edi. Umuman eti sizniki, suyagi bizniki degan maqol bor-ku, naqllar. O'sha naql qaysidir ma'noda to'g'ri ma'noda, ko'chma ma'noda emas, to'g'ri ma'noda aytilgan ekan. Negaki maktab tarixini o'qiganimizda eski usul maktablarda o'ta quloqsiz bolalarni oyog'ini maxsus taxtakashga bog'lab, boldirini yalang'ochlab, qonab ketguncha urilgan xifchin bilan. Men bunaqa bo'lishi mumkin emas. Men bu fikrga qarshiman. Bizda eski usul maktabi degan narsa yo'q. Bizda maktab bo'lgan. Bizning maktablar tizimimiz juda ham kuchli bo'lgan.
bizga SSR paytda bizni maktablar haqida shunaqa negativ ma'lumotlar, tarixni bekitib tashlab, asli mohiyatni ochib bermaydigan ma'lumotlar bilan shunaqa informatsiyani bizga singdirishgan. Xuddi Amir Temur bizga yomonlagandek bo'lgan ish bu. Xuddi jadidlarni bosmachi degandek gap. Va bizni tarix maktab tizimlarimiz yaxshi ochilmagandagi ma'lumot bu. Bizni maktab ta'lim tizimimizda hech qachon bo'lmagan. O'qimaydigan bolani majburiy o'qitilmagan. Demak, o'qimaydi deb qaralgan. Ustoz unaqa qilmagan. Bolangiz o'qimaydi. Keling, mana bunga yo'naltiring deyilgan. Yo'nalib ketgan. Kimdir unaqa bo'lmagan. Dehqon odam dehqonligini, ha men dehqonman deb qabul qilgan. Yaqin-yaqingacha O'zbekistonda odamlar puli yo'qligini, kambag'allikni tan olalardi-da. Eski paytda ham shunaqa bo'lgan. Ha bu palonchi boy to'y qilibdi, katta to'y qilsa bunga yarashaveradi derdi. Bunga yarashadi. Bu boy odamdir. Misol uchun-da, odamlar ha puli yetmasini tan olalardi. Pulimiz yetmaydi bizni. Biz kambag'alroqmiz deb ola va bundan uyalmas edi. O'ksinmasdi. Shunchaki puli yetmaydi, buni tan olardi. Xuddi shu bugun noto'g'ri talqinda mana qarang. Bugun ijtimoiy tarmoq shunaqa bo'lib ketdiki, sizni pulingiz yetmasa ham qarz olib to'y qilishga majbursiz. Dunyoga o'zingizni ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Men kam emasman sendan. Nima kamsan-ku? Kamligini tan ol, yengilroq to'y qil, qarzga kirma, oddiy yasha. Boy bo'lsa, bu puli ko'p ekan qilibdi, 10 ta artistga puli yetar ekan olib kelibdi. Sanga nima? Sen o'zingga yarasha ishni qilavergin, nima qilasan? Ya'ni oldin ham shunaqa bo'lgan qarashlar. Bu bola dehqon ekan. Bolangizdan yaxshi dehqon chiqadi. Dehqon ham mamlakatga xizmat qiladi, millatga xizmat qiladi. Dehqon nima senga? Hamma faqat ilm olganlar emas, oddiy etik do'z ham xizmat qiladi. Etik do'zni ham mamlakatni ertaga dushman bostirib kelsa xizmati bor. Bostirib kelmasa ham xizmati bor. Ana o'sha yerda har bitta kasbni o'rni bor. Hamma olim bo'lish shart emas, hamma o'qish shart bo'lmaganda. O'qimaydigan odam urib o'ldirib o'qitilmagan, u bo'lmagan narsa. O'qitilgan, o'qimishli bo'lishi mumkin bo'lgan, o'qishga layoqati bo'lgan odamlar o'qitilgan. U tizzasiga urib qonaguncha unaqa islomda mumkin emas. Birinchidan, bizda islom bo'lgan bo'lsa, islom nuqtai nazaridan urib o'qitilmaydi unaqa. Yo'q unaqa. Bolani ursangiz, qiyomatda javob berasiz, bilib qo'ying, shunaqa bor. Agar ota yoki ona bolani ursa, bolani haqqi bo'ladi u, misol uchun-da. Unga javob beradi u. Bu dunyoda mana qonun bo'yicha javob bera bilasiz. Bola bir narsa deydi, bola huquqlari bor. Javobgarligi bor. Bu yerda javobnomasi bolani xo'rlagani uchun bolani haqqi bor ota-onada. O'shaning uchun qiyomatda ota-ona baribir javob beradi. U bolam ekan urib o'ldirib yuboraman degan narsa yo'q. Bu javobgarligi bor. Ya'ni bu dunyo qonuni bo'yicha ham qarasangiz ham, ilohiy qonuniyatlar bilan qarasangiz ham bolani huquqi mustahkamlangan bizda. Bunaqa joyda qanday qilib bolani xo'rlab urish mumkinki, bunaqa narsa. Endi etsizniki go'shi mana, etsizki suyagi. Tasavvur qiling. Qanday qilib eti bo'ladi bolani? Bola u suyak bilan kelyapti. Ilmi yo'q, bir tiyinlar qanaqa qilib undan et oladi? Tasavvur qiling. Ustoz oldiga kelyapti, etsizniki deyapti. Suyagi o'zi bolaning suyagi bilan keldi-yu, qani buni eti? Xuddiki bir olim odamni olib kelib, mana shuncha olim tarbiyalab olib keldim, shu etsizga endi desa. Ma'naviy jihatdan ham eti yo'q. Moddiy jihatdan ham eti yo'q bolani olib kelyapti-da, ya'ni go'shi yo'q. Go'shsiz suyak bola. Endi ustoz nima qiladi? Suyak keldi ustozga. Ustoz unga et beradi, o'rgatadi. Ana endi bola ma'naviy etga ega bo'ldi. Ya'ni ilmlik bo'ldi. Suyakda endi sal go'shtlik bo'ldi, ko'rindi-da. Endi qanaqa qilib ota-ona olib ketadi eti o'sgandan. Qanaqa qilib eti buniki bo'lishini tasavvur qiling. Mumkin emas. Ya'ni bu mantiqiy jihatdan olsangiz etsizniki, suyagi bizniki deyishda qani ma'no? Bola kelganda etsiz bo'lsa-yu, etli bo'lganda olib ketsa. Yoki u etsizniki degani urib o'ldiring degani ham emas, bu noto'g'ri talqinlarimiz ko'pda. Bu ma'naviy gap xolos bu. Nimasi ma'naviy buni desangiz, o'sha bergan etingizdan tushadigan keyinchalik savobi sizniki. Biz sherikmiz, shunga rozimiz. O'sha qiyomatgacha bo'ladigan bo'lsa, shundan qanaqa foyda kelsa, o'sha ham sizniki. O'zi tagini olsangiz etsizda u. Loyihamiz hamkori Buxoro maktabi. Buxoro maktabi kelajak binosini biz bilan quring. Manzil Toshkent viloyati Olmaliq shahri. 93lik kodi bilan 787 60 06.
Demak, Abdusamad aka, eski usul maktablarini metodikalari yo bo'lmasam o'rgatish usullari agar siz aytayotgan 100% to'g'ri bo'lganda jadid maktablarga balki ehtiyoj tug'ilmasdir. Baribir hammasini bitta qolipga solib bo'lmaydi-da. Jadid maktablari qachon paydo bo'ldi? Bular bizni ruslar bostirib kirib, umumiy madrasalarimiz yopib tashalgan o'rislar paytida. Buxoro to'liq bombardimon qilib madrasalar yopib tashalgan. Vaqf fondi general gubernator hamma yo'q bo'lib ketdi. Yo'q bo'lib ketgandan keyin Qo'qon to'liq olib kelib turib, Qo'qonni bombardimon qilib bo'ldi, yo'q qilib tashladi. Hech nima Qo'qonda qolmadi. Marg'ilonda 200 dan oshiq madrasa, maktab bo'lgan paytda yo'q qilib tashladi, hech nima qolmadi. Qolmagandan keyin o'rislar kirib, keyin o'zini ta'lim tizimini olib kirgan. Olib kirgandan keyin jadidlar ham o'zini maktabini ochgan. Ya'ni eski usul maktabi ham qolmagan bu paytlar. Madrasalar juda ham kam qolgan, yo'q qilib yuborib turib, ma'lum bir tizimni yo'q qilib yuborgandan keyin, hech nima qolmagandan keyin olimlarni qochgan olimlar. O'rislar bostirib kirganda katta qatag'on qilgan. Olimlarni yaxshigina jazolagan. Keyin undan qolib ketgan urug'lar rus tuzum maktablari kirib kelgan paytda keyin bular ham maktablarni ochishgan. Maktablar tarixi haqida Ulug'bek Dolimov ham shunday yozar ekanda. Sovet ruslar bosqinigacha maktablar, shunaqa madrasalar vaqf fondi orqali moliyalashtirib turilgan. Shu yo'lda ustozlar, mudarrislarni ham tirikchilik o'tgan, ya'ni moliyalashtirib ularga ma'lum bir oylik to'langan. Shunday. Endi Sovetlar hokimiyat tepasiga kelgandan keyin Turkiston general gubernatori von Kaufman deydi. O'sha vaqf fondlarini hammasini o'zini tasarrufiga oldi va mudarrislar, maktabdorlar, ota-onani qo'liga qarab qoldi. Biz o'qiymiz Abdulla Qodiriy o'sha Mehrobdan chayonida solih maxtumlar payshanbaliklar ustiga kun ko'rardi-da. Haqiqatan ham balki bu bevosita ota-onani qo'liga qarash ham hozirgi jamiyatimizda qanaqadir ustozga bo'lgan e'tibor, hurmatni ham ozgina tushishiga ham olib kelgan asl o'zagi shu yoqda bo'lishi mumkin haqiqatan. Bu ham bo'lishi mumkin. O'zi tarixni ko'rsangiz, bizim madrasalar, maktablarda, endi hozir madrasa deyiladi, maktablar qanaqa ochilgan? Bitta boy odam bo'lgan. Boy odam maktab qurib bergan. Shunday. Qurib berganda ishonchli bo'lgan, qayerga topshirgansa vaqfga topshirgan. Paytda vaqfga bo'lgan ishonch boshqacharoq bo'lgandir. U haqiqiy ishlab turgan 1000 yillik tizim bo'lganda u. 1000 yillik tizimga topshirgan. Topshirishdan oldin bitta olim odam bilan kelishib, shu maktab sizga beraman degan. Bu olim tayyorgarlik ko'rgan, tizim qilgan. Olim o'zini bilim darajasi bilan, o'zini usuli bilan bir madrasa ochgan. Boyagi boy odam vaqfga tashlagandan keyin vaqfga doim ta'minlab turgan. Tizim shunaqa, akademik erkinlik bo'lgan. Akademik erkinlik shundan kelib chiqqan, hech kimga bunaqa bo'lmagan. Navoiyning hayoti haqida o'qiganimizda ham u faqat ijod bilan shug'ullanmasdan, u kattagina puldor boy bo'lgan, u bir nechta madrasalar qurib, u yonidan maoshlar to'lab haqiqatan homiylik qilgan. Yashang. Tizim shunaqa bo'lgan eskidan. Ya'ni birorta tarixni ko'rsangiz, birorta joyda yo'qki, Amir Temur davlatining 8-maktab degan maktab bo'lmagan madrasa. Ya'ni davlatga tegishli ta'lim davlatga tegishli bo'lmaganda butunlay, tushunyapsizmi? Davlatga tegishli emas, shuning uchun erkin bo'lgan. Shuning uchun ilm bizda rivojlangan. Shuning uchun olimlar ko'p chiqqan. O'rislar bostirib kelgungacha ham olimlar rosa ko'p bo'lgan. Bu bizni bostirib, lekin tariximizni yo'q qilib tashlagan xolos, arxivlarni ko'tarsangiz olimlar rosa ko'p bo'lgan. Bilmasligimiz xolos bu. Masalan, Aziz Xo'ja domla borlar Buxoroda. Buxoro tarixi haqida yozgan kitoblari bor. O'qisangiz u juda ham katta bizda ba'zi bo'lgan. Yo'q qilib, negativga olib kirib, o'rislar bostirib kirgandan keyin mana sizlar qaloq bo'lgansizlar degan miyamizga quyib tashlaganda, hozirgacha borda. Albatta biz qaloq bo'lmaganmiz, texnik jihatdan rivojlanmay qolib ketganmiz. Bu xolos. Ya'ni biz ma'naviy jihatdan, ilm jihatidan emas, sanoat revolyutsiyasi paytida biz qolib ketib qolganmiz. Sanoat revolyutsiyasi faqat g'arbda bo'ldi-da, nima qilamiz? Tabiiy fanlar, aniq fanlar sekin-sekin chetga chiqa boshladi. Sanoat revolyutsiyasi qayerda rivojlangan bo'lsa, o'sha kuchayib ketdi. Bu Rossiyada sal kuchaydi, keyin Rusiyada kuchaygan, bu yoqda keyin Amerikada kuchaydi. Hindistonda kuchaymadi, bizda kuchaymadi, Yaponiyada kuchaymadi, Xitoyda kuchaymadi-da bu. Bu yerda kuchaymagani uchun sanoat revolyutsiyasi rivojlangan. Endi tarix bilan sikl rivojlanish bo'ldi. Tarixda mana shunaqa rivojlanish bo'ladi. Ko'chib yuradi rivojlanish. Yo'l kuchayib ketdi-da va buning oqibatida bizni bosib oldi. Ya'ni bu degani biz qaloq, biz hech nimani tushunmaydigan odam bo'lmaganmiz, ilmli odamlar bo'lganmiz. Faqat o'sha sanoat revolyutsiyasi bizga sal kechroq kirib keldi, biz ulgurmay qoldik. Shuning uchun ular kirib bizni to'p bilan, to'pponcha bilan bosib ola qoldi.
Hmm. Bu degani biz qoloq bir madaniyatsiz yoki ilmsiz odamlar bo'lmaydi. Olimlar doim bo'lgan bizda. Doim bo'lgan. Bo'lmasa Chingiz bostirib kelayotganda dunyoni eng markazi bo'lib turgan Xorasonshohlar imperiyasi qanday bosib olgan? Xorasonshohlar imperiyasi rivojlangan bo'lgan, madaniy rivojlangan, qurol-yarog'i rivojlangan bo'lgan. 20 dan ortiq o'lkani Qancha katta boyligi bo'lgan, madaniy juda ham markaz bo'lgan. O'zini armiya tizimi juda kuchli bo'lgan, lekin Chingiz bosib oldi-yu. Buni biz qanday tushuntiraman? Rivojlangan bo'lsa ham bosib olish mumkin ekan-ku. Ya'ni bu boshqa masalada, ya'ni san qoloq bo'lgani uchun bosib ol degan termin singdirilgan narsa, bu xato. Bizni madaniy tarix, ayni maktab ta'lim tizimimiz eskidan bir necha renesanslar o'tkazgan tizim bu. Doimiy rivojlanib kelayotgan, yangi metodikalar ustida ishlab borayotgan tizim bo'lgan. Olimlar yaxshigina chiqqan. O'shani eng qirib tashalganda qolganlari shu qirib tashalganda qolgan ozgina urug'lari shu jadidlarda. Qirib tashalganda, qoldirmasdan yo'q qilib tashalganda qolgan urug'lari shular jadidlar. Shunaqa deb olsak, ancha to'g'ri bo'lsa kerak. Xususiy maktabga bergan ota-onalar, endi mavzuni ozgina chetlansak, berayotgan ota-onalar ba'zilari maktabga shunday talab qo'yadi, sinfda yoki bo'lmasa dars jarayonida ozgina o'rtoqlari tomonidan turtkilansa aytadiki, men shuncha pul to'layapman. Davlat maktabidan farqi yo'q desa, men aytamanki ota-onaga, siz ham sinfdoshlaringizdan turtkilangansiz, kimnidir turtgansiz. Bu jarayondan hamma o'tish kerak. Shu jumladan sizni bolangiz ham. To'rttalar tomonidan paxta qo'yib, uni har tomondan xavfdan ihotalab o'sadigan bo'lsa, ertaga katta hayotda umuman esankirab qoladi. Ayni shunday. Ya'ni umuman xususiy maktabda o'sha komfortni ham haddan ortiq oshirib yubormasligimiz kerak. Ota-ona shundayki, men bolam hech kim urishmaydi, hech kimdan turtki yemaydi. Mana shunday o'sishni xohlayman. Hech qanday travmasiz, stresslarsiz. Lekin men bir tadqiqotda o'qidim, kichik stresslar bolani mukammallikka, komillikka qarab yetishda katta o'ringa ega. Ya'ni detskiy travma deydi, travmalar odamni o'stiradi va mukammallashtirib boradi. Hali hozir bizda psixologik detskiy travma bor deydi. Bu detskiy travma bor, hammada bor. Bu siz inson bo'lmaydi va mana shu travma insonni o'stiradi. Bu yomon narsa degani emas o'zi. Bor narsa. Bu odamni o'stiradi faqat. Odamni hayotga boshqa yo'nalishda tarbiyalab qo'yadi. Siz aytayotgandek bor, xalq dunyoga chiqadigan bo'lsangiz, eng rivojlangan mamlakatlarda ham bolalar o'rtasida o'zaro tazyiqlar. Bolalar o'rtasida diskriminatsiyalar bor o'zaro. Eng katta diskriminatsiya hojatxonalarda bo'ladi. Rivojlangan mamlakatlarda ham hojatxona uchun alohida yozilganda. Bolani eng hech kim ko'rmaydigan anaqa joylar hojatxona. Kino, Amerika kinolarini ham ko'rib qolardik ba'zan. Bu narsalar bor. Bola hayotga tayyor bo'lish uchun bosib o'tish kerak bo'lgan narsalar, jarayonlar bor. Yapon maktablarida hattoki bolani qiynashga harakat qilishadi, bunaqa narsalar kichkinalardan chiqarishadi, tushirishadi. Dunyo mamlakatlarini ko'rsangizda. Bizda unaqa narsa yo'q. Bizda imkon qadar ihotalash bor. Haqiqatdan ham Abdusamadagi 40-50 yil, balki 30 yil oldin haqiqatdan ham shu bizdan oldinda rivojlanishda oldinda mamlakatlar ham xuddi o'sha jarayon bosqichini bosib o'tgan ekan. Ya'ni bolani maktabning tagigacha olib borgan, xuddi shu bizdagi eng kuyinchak ota-ona yaratib bergan komfort yaratishga harakat qilgan, lekin bolani psixologiyasi bora-bora zaiflashgan va rivojlangan mamlakatlar siz aytayotganda o'sha Yaponiyada bo'ladimi, Amerikada bo'ladimi, o'sha xavfli o'ynaladigan baland temirlarga chiqish, loy bilan o'ynash, mana shu tabiiylikka yana qaytyapti. Shunday. Biz o'sha narsani xulosa chiqarib joyida qaytishimiz kerak deyman-da. Shunday. O'shaning uchun hozir bizga endi kirib kelgan hard skills, soft skills degan narsa kirib keldi. Bu biz maktablarda bo'lgan. Mehnat darslari bo'lgan oldin. Nima deydi? Esir ta'lim tizimi to'liq yomon bo'lmagan, juda ham ideal tizim bo'lgan o'z davri uchun. Biz ham o'qiganmiz. Maktablarning sinfxonalari juda ham ideal bo'lgan. Xonalar kengligi, doskalarning qo'yilishi, mexanizm hammasi standart bo'yicha juda yaxshi bo'lgan. Berilayotgan bilimlar ham yaxshi bilimlar bo'lgan. O'z davri uchun o'zini yashab berdi-da u. O'zi tuzum uchun, o'zining davri uchun juda ideal bo'lgan. O'sha mehnat xonalariga kirsak, hamma uskunalar bo'lardi. O'zimiz ham misol uchun randalardek, bir narsalar yasardik doim. U qiyin narsa. Hozir maktabga shunaqa qilib qo'yib qo'ying, dog' ishlaydigan ota-ona qo'li sal tirnoq kirib ketib qolsa ham voydod bolangni bo'ldi. Biz qancha ishlar ko'rganmiz. Shramsiz odam bo'lmagan paytda biz paytda. Nimadir shram hammada borda ko'rsangiz. Shu ishlar qilinardi, mehnat darslari bo'lardi yoki boshqa ishlar bo'lardi.
tashqi mehnatga chiqishlar bo'lardi maktabdan tashqari. Misol uchun hozir bizda ko'p qishloqlarda o'sha paxtaga yo'qoldi, misol uchun o'quvchilar paxtaga chiqardi yaqin 10 yilgacha. Bu narsa yo'qoldi. Lekin yo'qolishni o'rniga yo'qolgan narsani o'rnini to'ldiradigan narsa berish kerak-da endi. Ana shu narsa ham tizimli ravishda berish kerak bo'lgan. Buni yo'qotib qo'ygan odamning o'rniga endi nimadir mehnat qo'shish kerak-da baribir. Va hozir xususiy maktablar endi nima qilyapti? Masalan, Jahon Sukilni oladigan bo'lsak, endi bular bolaga ovqat qilishdan o'zi pechkalar anaqani yoqib, o'chog'ida o't yoqib, bola osh qilyapti. Buni berishyapti, o'rgatishyapti. Uyda o'rgana olmagan, shaharda odam o'rgana olmaydi. Qiyin masala. Etajda yashab yurgan odam juda qiyin bunaqa ishlarni qilish yoki bo'lmasa o'tini yorish. Hayotda kerak bo'lmas, lekin bolani o'zi uchun yaxshi narsa bu. Mana shu narsalar o'rgatilyapti bugun bolalarga. Bu narsa kerak. Bu narsani kimdir qilish kerak edi. Bolada hayotiy tajribalar bo'lishi shart. Tajribalarsiz rivojlanmaydi. Ta'limni o'zi bilan, bilimni o'zi bilan rivojlanmaydi. Rivojlanishi mumkin bo'lgan joylari bor, lekin hamma emas. Juda ham xos odamlarda faqat ta'limni o'zi yetadi. Lekin qolgan odamlar yashaydi hayotda. Ergashadi. Aksariyat inson ergashuvchilar. Ularga o'sha narsalar kerak. Keyin aytishyapti, bugungi kunda davr juda ham tez o'zgaryapti. Ko'proq ta'lim tizimi endi boshqacha qarab ketyapti dunyo bo'yicha. Moslashuvchan ta'lim tizimi deyishyapti. Bolani hayotga moslashtirish uchun bo'lish kerak degan. Ya'ni bolani emotsiyalarini, bolani qarashlarini faqat bo'ldi, mana shu yo'lda ketaman. PHP bo'yicha dasturchi bo'laman deyotgan bola sun'iy intellekt kelib uni ishini olib qo'ydi. Kim bo'ladi endi? Qayergacha dasturchi bo'ladi? Nimaga moslash kerak u? Ishxonasida 10 ta PHP'chi bo'lgan bo'lsa, hozir bitta qoldi. PHP dasturlash bo'yicha misol uchun deyapman-da. Qolganlari nima qiladi? Endi qolgani moslash kerak, startap qilar o'zini, bir narsasini qilib yashab ketish kerak u. Ya'ni yashab ketishga bolalarni tayyorlash kerak, hayotga tayyorlash kerak degan qarashlar ham bor hozir. Bu ham muhim. Endi umuman qisqa qilib aytganda, biz u maktabda o'qib yurgan paytdagi maktabdan chiqib o'rtoqlarimiz bilan o'ynash, sho'xlik, yiqilish, jarohatlar hammasi umuman olganda to'g'ri ekanligini mana ilmiy adabiyotlar orqali tasdig'ini ko'ryapmiz-da. Shunday chiroq o'chib qolishiga ham tayyor bo'lgansizda. Shunday. Shunaqa avlodsizki, hamma joyda yashab ketadigan avlodsizda. Shunaqa bo'lgan ekan. Haqiqatan ham bola yiqildi, tabiiyki, boshi g'urra bo'ldi. Ota-ona kelyapti, ustoz nimaga qaramagan. Keyin rahbar sifatida chaqirdimda. Aka, siz yiqilmaganmisiz? U mayli ustoz shu yerda qaraganda ham ushlab qola olmasdi baribir. Ya'ni bolani baribir yiqilishiga ham, turishiga ham hamma tabiiy qo'yib berish kerak ekan. Haqiqatan ham bola haqiqatan mana shu kichkina stresslar orqali mukammallikka sekin-asta intilar ekan. Shunday. Yana mavzularda endi siz ayniqsa maktab ta'limiga oid Facebook'larda ham achchiq-achchiq postlar ham qo'yib qolasiz ba'zida. O'shaga mavzuni bursam, xususiy maktablar tashkil qilayotgan pullik olimpiadalar haqida to'xtalib o'tsak, chunki bu yerda kommentariylarni kuzatdim. Tushunib tushunmasdan ham ayrimlar achchig'i chiqdi, og'ir gaplar yozdi, kimlardir ha to'g'ri dedi. Haqiqatdan ham olimpiada tashkil qilinishidan asosiy maqsad marketing deb o'yladim. Chunki ayni shunday. Haqiqatdan badal pullarini surishtirsam, o'sha 100 mingdan to 500 ming, 600 minggacha juda katta pul. Haqiqatdan agar unda o'rin ola olmagan bo'lsa, qimordan farqi qolmaydimi? Men shu narsani bu ayni shunday narsa. Bu bo'yicha deylik, men maktablarga borsam, nimani ko'rsatishyapti menga? Mana bizda go'shtni o'zimiz, endi bizda qadriyatimiz halollik degan narsa bor-da bizda. Birorta maktabga cho'chqa go'shtini qo'yinchi, bizda maktabga borarmikin? Maktabga hech kim bormaydi bizda. Cho'chqa go'shti berar ekan bizda, ya'ni biz uchun halollik degan narsa qadriyatimizga singib ketganda bu. Singib ketgan. O'shaning uchun go'shtni men bog'cha bor, maktab ochgan bo'lsak, aytamizki, go'shtni qayerdan olasiz deb so'raydi-da ota-onalar. Siz endi go'shtni halol sertifikatini ko'rsatishga majbur bo'lgansiz. Hozir hamma ko'rsatadi. Bizning go'shtlarimiz halol, xavotir olmang deydi. Kimdir biz o'zimiz alohida qushxonadan zakaz qildirib, o'zimiz so'ydirib kelamiz deydi. Molini rasmga olib, mana bu molni so'ydiryapmiz, tashlashadi. Ya'ni odam halollik degan narsaga juda ham ko'p qaraydigan bo'lib qoldi. Misol uchun kreditga yonma-yon paydo bo'lgan narsa nasiya savdo paydo bo'ldi. Shuning uchun shunga ehtiyoj bor ekan. Islom banklari kirib kelishga majbur bo'lyapti O'zbekistonga. Chunki kerak ekanda, biz qadriyatimiz bor ekanda shunga. Endi halollik deganda maktablarda faqatgina yemish bilan bo'lmaydi-da. Bergan va'dani bajara olish, bu ham halollik.
Ya'ni birovni haqqini yeyishda faqatgina u boshqa emas, berayotgan ta'limni bergan standart bo'yicha berish ham halollikda. Уже bu ham halol. Halollik degani faqat taom bilan tushunib qolmaslik kerak. Olimpiadalar xuddi shunaqa. O'zbekistonda bukmekerlik korxonalariga ruxsat berildi. Ya'ni qimor anaqalariga maxsus litsenziya asosida, maxsus shartlar asosida qilish mumkin bo'lgan imkoniyat ochib berildi. Misol uchun, bu qimor deyiladi. Bu qimorni biz hech qachon yaxshilamaymiz. Doim yomon ko'rganmiz. Qimorga qarshi bo'lganmiz. Ruxsat berish bermasligi o'zini masalasi, lekin buni biz doim qaytaramiz. Maktabda birorta maktabga borsangiz qimorni halol deb halol o'ynar demaydi-da. Butun dunyo bo'yicha ham qimorni hech kim o'yna demaydi. Hech kim. Bu rivojlanib ketgan maktabga, Yaponiyaga boring, Amerikaga boring, maktabda qimor mumkin emas. Qimorni targ'iboti ham mumkin emas. U hech qachon u ruxsat berish boshqa masala-da u. Yoki bo'lmasam alkogolni ichishga maktab ruxsat bermaydi. Boylarga voyaga yetmaguncha rivojlangan mamlakatlarda ham ruxsat yo'q. Chekishga ham ruxsat yo'q. U ruxsat berish davlat tomonidan yoki bo'lmasam marketingga boshqa masala. Olimpiada ham xuddi shunaqada. Olimpiadalar bugun hirt qimor bo'lib qolgan. Aksariyati qimor va men buni diniy o'sha idora bo'yicha ham gaplashdim. Haqiqatda qimor deyishdi. Siz ta'lim berarkansiz, siz shunaqa qilarkansiz, ishingiz qimor-ku bu deyapman-da. Misol uchun pul yig'adi, o'sha yig'ilgan badal pulidan yutib qo'yadi. Odatda qanaqa? Bizning uloqlar to'g'ri. Uloqda kimdir boy, bitta odam pul tikadi, mana kim yutsa mana shu qo'y shunga deydi. Bitta odam kelib pul qo'yadi. O'ynayotganlar pul tikmaydi-da. Hozir olimpiadada o'ynayotganlar pul tikyapti va bittasi moshni yutib olyapti. Yana ular maoshlarni qo'yib qo'yib reklama qilyapti yana. Misol uchun-da, men mashinani qo'yaman, chet elga sayohatni yutib olasan, uni bu qimor bu. Siz tan oling o'zingiz. Qimor qilyapman deb tan oling. Ota-onalarni tushunmasdan qimor o'ynab qo'yayotganidan ogohlantiring. Ogohlantirish ham qilgan ishini xatoligini ham bilyapti, lekin tan olgisi kelmaydi. Ishing shunaqa-ku, undan ko'ra bor bukmekerlik korxonasi ro'yxatdan o'tib, olimpiadani qilur, odamlar ko'rsin. Sen bukmekerlik bo'lmagani uchun, sen qimor bo'lib litsenziya olmagani uchun seniki to'g'ri degani emas. Topayotgan pulingdan, topgan badalingdan sovg'a qo'yapsanmi? Bu o'sha qimorni o'zi bu, o'yin bu. Bu yerda o'yin bo'ladi. Unaqa bo'lish kerak emas. Olimpiada qanday bo'ladi? Davlat olimpiadalari to'g'ri, misol uchun davlat tashkillayapti, boshqalar. To'g'ri olimpiadalar bu yo'q emas, bor. Tashkillaydi. Qanday tashkillayapti? Siz olimpiadani pulini olasiz, misol uchun. Sizni test o'tkazib beraman, shunga pulim olaman. Bo'ldi, ketasiz. Test natijasini berasiz, qatnashganingiz sertifikatini berasiz. Bo'ldi, bitta hech qanaqa narsa yo'q. Siz bunga olgan pulingizga xizmat ko'rsatib ketaverasiz. Lekin sovg'a qo'yganingiz yo'q. Hammasini to'plab olib o'rtaga mana sovg'a deb turib hammani yiqayotganingiz yo'q-da. Olimpiada shunaqa o'tkazayotganlar bor. To'g'ri, masalan, Hiso olimpiadasi bor. Sardorbek degan do'stimiz juda masini detalgacha ko'rib chiqqanman-da. U shuni tushungani uchun shu ish qilmaydi. Yo aka, men bu ishni qilmayman deydi, o'zi ham tushunadi. U xizmatiga pulini oladi. Boradi, test o'tkazib beradi, xizmatiga pulini olib ketadi. Bu shartnoma asosida ketadi. Boshqa anaqa yo'q. Ya'ni siz aytayotgan gap to'g'ri. Bizda qadriyat halol harom degan narsa bor. Olimpiadachilar ham halol haromni tushunib-tushunmasdan qilayotgandir. Lekin ishi aniq qimor bo'lsa, iltimos qilardim, bukmekerlik korxonasi sifatida ro'yxatga o'tishini qilamiz. Bu fan emas bu. Ta'limga aralashmasin. Ta'limga qilsin, bukmekerlik men haqiqatda shunaqa qilaman deb aytsin. Ko'p ota-onalar tushunmasdan qatnashyapti, o'z bilmasdan qimorga aralashib qolyapti. Ya'ni halol harom masalasiga aralashib qolyapti deyman-da. Endi qadriyatda bu. Abdusamad aka, siz yana Facebookdagi postlaringizga to'xtalsam, bemalol. Qisqa muddatda milliy yoki xalqaro sertifikatlarini olib berish va'dasi bilan ba'zi xususiy maktablar reklama qiladi va u va'dasining ustidan ham chiqadi. Chiqyapti ham. Yaxshi natijalar ko'rsatayotgan maktablar bor. Lekin siz kurs maktablar haqida o'zingizni boshqacha qarashingiz ham bor, negativ fikrlaringiz ham bor. Ya'ni bola o'sha fanni yoshidan ilgari egallab qo'ysa nima bilan shug'ullanadi degan masala. Adekvat deylik. Shunaqa deylik, adekvat. Xullas, bu yerda muammo nimada desa, kecha kunduzga bir intervyu berishda, boyaga maktabda urgan bola o'qituvchi masalasida intervyu berishda shu yerda ham yaxshi fikrlar bo'ldi. Juda ham bir ajoyib fikr bo'ldi shu yerda ham. O'ylab yurgan fikrim juda mosda shu gap.
berayotgan bola nimaga maktabni hurmat qilmay qo'ydi desa, chunki maktab beradigan narsani o'quv markazidan olib qo'yyapti-da. Maktabni nimaga ta'lim sifatida hurmat qiladigan bo'lsa, maktabsiz ham o'sha bilimni olalyapti-da. Maktabda bormasdan o'quv markaziga borib sertifikat olyapti bola. Misol uchun, kimyo, biologiyadan ham, boshqa fandan ham. Maktabda ingliz tilini o'qimasdan turib, ingliz kursida alisini olyapti-da, maktabda olmayapti-da. Ana endi ta'limda bu tomonda muammo bo'lgandan keyin bolada maktabda ta'limga nisbatan hurmat tushib ketgan. Tushunyapsizmi? Mana shu yerda ham boyagi maktab bilan ota-ona va o'quvchi o'rtasida muammo bor. Bo'shliq turibdi, ya'ni maktab nima kerak degan. Shuning uchun maktabda bolalar hurmat qila olmayotgan mana shu nuqtasi ham bor. Nuqtalari ko'pdir, mana shu nuqta ham bor ekan. Bizda xuddi shunday odatda bizning xususiy maktablar ko'p bo'lganini ko'radigan bo'lsam, Rishton maktabini, Rishtondagi xususiy maktablarni o'rgandim. 17 ga yaqin xususiy maktab bo'lsa, ulardan 16 tasi Rishtonda o'zi tumanda o'zi. 17 dan 18 ta. Ulardan adashmasam, ikkitasidan tashqari hammasi bitta litseydan chiqqan domlalar ochgan maktablar. Misol uchun, u yerda bir litsey bo'lgan. O'sha litseyda o'qituvchilari, tarix o'qituvchisi o'zini maktabini ochgan, matematika o'zini maktabini ochgan. Yana bitta matematika o'zini maktabini ochib turib, har bitta o'qituvchi, ya'ni top o'qituvchilar o'zini maktabini ochgan. Tushunyapsizmi? Bitta litseyda o'qituvchilari hammasi, baza bitta. Va ular 17 ta maktab ochgan. O'ziga xos va bular hammasi qayerdan ochgansa, bular hammasi ungacha repetitivli qilayotgan bo'lgan. 200 ta bolasi bo'lgan, 150 ta bolasi bo'lgan, 300 ta bolasi bo'lgan. Muammo shunda bo'lganki, o'z bilasiz, ya'ni maktab oldin maktab uncha qattiq qaramasdi, davomatga kelib o'qib yurishaverdi. Keyin davomat qattiq bo'lgandan keyin endi bular bolani ketib qolish, maktabga ketmasa ichki ishlar yozib beryapti. Maktabga ketib qoladigan bo'lsa, bu bergan anaqa natijani qilib bera olmayapti. Shuning uchun maktab ochishga to'g'ri keldi. Sababi shu yerda maktab bo'lsa, o'zimda ro'yxatdan o'tsa, demak ichki ishlar tekshirmaydi. Ya'ni tekshirsa ham maktabimda bo'ladi-da bola degan qarash bilan bo'ldi va o'quv tizimi o'zgarmadi faqat. Maktab sifatida ochildi, o'sha tizim bo'yicha dars berilyapti. Bola kimyo, biologiyani yaxshi o'qiyapti, matematikani o'qiyapti, aytgan sertifikatni olyapti. Va bu yaxshi o'ziga xos tizim bu. Bu ishlayaptimi hozir? Muammoga yechim beryaptimi? Beryapti. Va'dalar bajariladi. Va'dani bajaryapti, ota-onaga va'dani ham bajaryapti. Hozirgi kunda yechim sifatida o'zini ishini qilib ketyapti. Oldin Qorako'l maktablari bo'lsa, o'zini payti uchun abituriyentlar tayyorlab, O'zbekiston bo'yicha eng top natijaga urib ketadi. Bu natijani qilib berdi. Endi o'zgarish kerak Qorako'l tizimi butunlay. U tizimda keta olmaydi. Chunki davr o'zgardi. Fikrlatadigan avlod kerak endi bizga deganimizdek. Boyagi narsa ham xuddi shunday. Endi muammo nimada desa, ularni sertifikat olib berishda ham emas o'ziga. Ularni o'quv markazi sifatida ishlashda ham emas. Nazorat tizimini muammosida. Nazorat tizimi buni nazorat qilib olish kerak-da. Deylik, men bitta tadbirkor bo'lib, bitta korxonani ochib, monopoliya qilishni boshladim. Har bir tadbirkor monopoliyaga intiladi. Bu tabiiy, insonning fitratidagi narsa bu. Shuning uchun monopoliyaga qarshi kurashish degan boshqarma qiling. Tushunyapsizmi? Men monopoliyaga intilyapmanmi? U meni insoniylik muammoyim bu. Endi buni nazoratni kim qiladi desa, buni boshqarma qiladi. Agar boshqarma qila olmayotgan bo'lsa, u shaxs muammosi emas, u boshqarmaning muammosi. Tushundingizmi? Ya'ni monopoliyaga qarshi kurashish markazi boshqarmasi mana shu ish bilan shug'ullanish kerak. Sen monopoliya bo'lib ketyapsan, to'xta deb turmasa, chopib turmasa, odam ketaveradi, iloji yo'q. Butun dunyo shunday. Ta'lim ham xuddi shunday. Demak, u ketyapti. Sertifikat topib qo'yapti bola 9-sinfda, hali 10-11 bor. Shunga yechim berish kerak-da tizim. Hal bo'lyaptimi? Muammo bormi? Yo'q, 9-sinfgacha olma, sertifikat mumkin emas. 11da olishing kerak degan shart qo'ya olmaydi-da. Chunki bilimni olib qo'yapti-da. Topshiryapti, olyapti, ko'ryapmiz u. Demak, bilimni olish mumkin ekan. Hatto 2-sinfda o'qigan o'quvchi inglizda, u yo'q, ota-onasi ingliz tilida, o'zi tili inglizda chiqqan bola u. Ha. Unga maktabga aloqasi yo'q. Hech qaysi maktab buni qilib bera olmaydi. Agar deylik bitta maktabda 7-sinf o'quvchisi inglizdan 7,5 ball olgan bo'lsa, desa, qolgan hammasi hech bo'lmasa 5 olish kerak deydi. Hammasi hech bo'lmasa 5,5 olgandir deyman. Demak, bitta 7,5 qolgan hammasi 1mi? Bu maktabning natijasi emas, bu ota-onani va o'quv markazi natijasi bo'lib chiqadi. Hatto minimalka bo'lish kerak buning uchun. O'shaning uchun bu yerda olyapti.
barchasini o'qib qo'yapti. Endi bolaga yechimni kim berish kerak? Tizim berish kerak-da. O'quv markazidan chiqib bo'lsa ham qilib qo'yapti. Men bunga qarshiman misol uchun, lekin qarshi bo'lganim bilan bola bilimni olib qo'yapti-da. Endi muammo nimasi? Boyagi keldi, bola nima qilishni xususiy maktab ham bilmaydi. Endi nimani o'rganadi deyapti. Maktablar bilan gaplashsam hech kimda yechim yo'q. Davlat maktabiga ham borgisi kelmaydi ekan. Ha, bola nima? Endi bola unaqa qilish mumkin, buni mumkin bilan hech nima qilib bo'lmaydi. Tizimli yondashuv bo'lish kerak. Bola deylik, o'sha nizom bo'lsaki, davlat maktabida o'qiyotgan bola 9 sinfda milliy sertifikat olib bo'ldi tarixdan. Desa, endi u bolaga davlat ta'lim tizimi nima yechim berish kerak? Demak, tarixda o'qimaslik kerak. Uning uchun tarixda o'rniga nimadir qo'yish kerak-da bolaga. Bola xursand bo'ladigan, u ham o'qiydigan nimadir. Yoki masalan, tarixni 2-darajada o'qish. Ikkinchi etap, shunaqa yechimlar ham bor-da. Ikkinchi etap tarixda o'qishni boshlaydi. Universitetga kirganda universitet tarixini o'qimay qo'yaveradi keyin misol uchun. Shunaqa darajalarni qo'yib borish kerak. Yevropalarda ishlardik oldin. 16 yoshli bola professor bo'libdi. 18 yoshli bola misol uchun universitetni bitiribdi. Magistraturada o'qiyapti ekan. Biz miyamiz qanday desa, demak tizim bo'lganda o'sha bola haqiqatda o'qib tugatib qo'yganda, uni keyingi etap uchun yechim berilgan. Alohida, ya'ni sertifikat olib qo'yayotganlar ham hamma o'quvchi emas. Umumiy o'quvchilarning 2% chiqishi mumkin-da shu. 5% deng. Ana boring 10% deng. Bu 10% iqtidorli bo'lishi mumkin-da. Iqtidorlilar uchun nimadir yechim berish kerak. Hammani bir xil konvertga solib qo'yilgan. Sen iqtidorli bo'lsang ham 11-sinfga shuni o'qiysan, iqtidorli bo'lmasang ham o'qiysan, menga farqi yo'q. Konvertdan bir xil bo'lib chiqishing kerak. Men oq-qora chiqishga majbursan deydi. Yo'q, men qizilman, men yashilman, tugatdim degan narsaga yechim yo'q. Shuning uchun tizimli, ya'ni bu maktabning muammosi emas. Maktab qilyapti, o'qityapti. Maktabning muammosi deb qarasam ko'p muammolari bor, lekin tizim bu yerda nazorat qilishi va tizim bu yerda yechim berishi kerak aslida. Ya'ni o'sha vazirlik bo'ladigan bo'lsa, vazirlik yechim bermasa, mana shunaqa bo'shliq qolib ketaveradi. Ertaga bola shuncha bilim bilan ishsiz qoladi, ishoning. Shuncha bilim bilan ishsiz bo'lib qoladi, shuncha bilim bilan qimorboz bo'lib qoladi, chunki vaqti yo'q. Bo'sh joy. Bo'shliqni kimdir to'ldiradi. To'ldirishga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Mana shunaqa bo'shliq bor hozir. Deylik, o'sha 5% bolada desa, 5% bola shunaqa bo'shliq bor. Shu 2 yilda nima qilaman degan yo'q. Bunaqalar natijalarni ko'rsa hayron qoladigan natijalar bor. Yoki qimorboz bo'lib qolayotgan bolalar bor. Davlat, masalan, hukumat tomonidan prezident maktabiga o'xshagan ma'lum bir maktab ochilsa, iqtidorli bolalar uchun nimadir qilish kerak bo'lsa, o'shani qilish kerak yoki sakrash imkoniyatini berish kerak. Bizda yo'q bo'lib qolgan shu. Oldin bor edi. Yaxshi o'qigan bola sinfdan sinfga sakrardi. Shuni korrupsiyasiz qanaqadir tizimini qilib, o'sha sertifikat olgan bola avtomatik sakraydigan tizimni qilish kerak. Balki ishlayotgandir, uni bilmayman. Yoki iqtidorlar uchun alohida nimadir bir alohida yechim, alohida dastur, alohida nimadir bermasa, bu bo'shliq albatta kimdir to'ldiradi. Shunday. Shu narsa bor. Shunday. Muammoga mana shunaqa ko'rdimda xullas. Haqiqatdan ham maktabga qabul qilishni ham mana bir necha yildan beri 7 yoshlilarni qabul qilyapti. Mana bunda ham shunaqa muammo bor-da. Mana shu ham juda qarashimiz g'alati-da. Ba'zi odamlar bilan gaplashyapman. Endi sir paytda shunaqa bo'lgan, 7 yoshdan qabul qilsa bola to'liq bo'ladi, deyapti. Keyin men aytdim, qaysi psixolog aytgan shuni dedim. Psixologlar shunaqa degan. Menga qara, o'sha psixologlaringga oldin davlat 7 yoshdan olaman degan topshiriqni qo'yadi, keyin psixolog shunga olib kelgan dedimda. Butun dunyoda, xalqaro tizimda, O'zbekistonda o'tmoqchi bo'lgan tizimda hamma joyda 6 yoshdan maktab boshlanadi. Butun dunyoda 6 yoshdan. Nimaga biz 7 yoshdan qilishimiz kerak? Nimaga SSR payti 7 yosh bo'lgan bo'lsa, biz shunga majburmizmi? SSR payti ham 6 yoshdan olish mumkin bo'lgan o'zi. Ya'ni 7 yosh bolani yetukligi emas, u 7 yosh 50 yillarni yetukligi bo'lgan bo'lishi mumkin. Bugun bola 3-sinf 3 yosh bola YouTube'ga otta qilyapti bolani. 3 yoshli bolani qo'liga telefon bersa, sizdan yaxshiroq qilib chiqyapti. Texnika bilan chambarchas bog'lanib ketgan. YouTube'dagi ma'lumotlarni bola juda ham ko'p ma'lumot olyapti. Ma'lumot juda ham ko'p ma'lum YouTube'da. Prosta shunchaki olib qo'yapti. U maktab darajasidagi bilimlarni olib qo'yayotganlar bor. U 5 yosh, 7 yosh degan masala qolmagan hozir. Hozir 5 yosh ham o'qib ketishi mumkin, 6 yosh ham o'qib ketishi mumkin. Juda muhim narsalar. Bular aytganingizdek, umumiy konvertga solingan 7 yosh deb solib qo'yildi, sababi eplasha olmayotganidan deb tushundim. Chunki potok birdaniga muammo shundaki, biz bu yil 7 yoshlarni olsak, bizda 8 mingta o'quvchi bor deb qarashadi, tayyorgarlik ko'radi. Va 6 yoshlilarda ham 8 mingta o'quvchi bor, yana ular ham qo'shilib kelib qolyapti.
Ha. Ya'ni bir sinfga qabul 2 barobar kvota oshib ketib qolyapti. Buni nazorat qila olmayapti. Nazorat qila olmagani uchun qo'yib qo'ya qoldi deb o'yladim men. Eplasha olmagani uchun qo'yib Ya'ni qo'yishdi. bu xususiy maktablarga ham buni olishga ruxsat yo'q. Bir attang qilasizda, 6 yoshda Shunday. bola bo'y basti ham joyida, jismoniy Ha. imkoniyati zo'r. O'qishni, yozishni biladi. Bu bechora yana 1 yil yurish kerak, bog'chadami qayerdadir yuradi. Yana 1-sinfga kelib 2 chorak alifbeni o'qiydi-da, attang qiladigan joyingiz. Ha, Ya'ni bu bolani siz aytayotganda o'sha nima deydi? O'sha rivojlangan mamlakatlarda o'sha kichkina yoshdan professor bo'ldi degan qilib vaqt o'g'irlashda endi. ayni shunday. Masalan, endi O'zbekiston o'tyapti. 12 yillik ta'lim tizimiga o'tish arafasida shu qarorlar chiqqan. 28-yildan deyishyapti balki. Unga o'tiladigan bo'lsa, 6 yosh bola 1-sinf hisobida qabul qilinish boshlanadi. Bu yaqin 10 yilda kutasiz bu narsani. Yaqin 10 yil ichida shu narsaga sekin-sekin bosqichma-bosqich o'tib ketamiz. Maktab binolari ungacha tayyor bo'lishi kerak. Haqiqatan asosiy muammo shunda bo'lsa kerak. Bog'chalardagi hali 6 yoshlikda 1-sinfga qabul qilsa, hali bog'chalardagi tizim butunlay o'zgarishi kerak. Bizda 6 yosh bog'cha bolasi hisoblanardi. Endi u maktab bolasiga aylanishi kerak bo'ladi. Bu juda katta o'zgarish bo'lishi kerak. Ta'lim tizimida metodikalari boshqalar. O'shaning uchun bu yaqin 10 yilda bo'ladi deb o'ylayman. 5 yilda bo'lsa ishonmayman. Bu uzoq jarayon, chunki bunga mutaxassis tayyorlash ham katta ish. U masala ham bor, keyin shahar markazlarida aksar maktablar 2 smenada to'liq o'tirishibdi-da. Hozir yana 1 yil smenali maktablar ham bor. 3 smenaliligini bilaman. Agar 6 yoshlilar ham yana qo'shiladigan bo'lsa, bu haqiqatan eplolmaydi, potok juda ham katta bo'lib ketadi. Shuni hisobga olib, menimcha bu yerda psixologiya, bola yetukligi degan qolgan hammasi bu afsonaviy gaplar bo'lyapti. Asosiy masala nimaga desa, kvota katta bo'lib ketishini va kvotani belgilay olmaslik hisobidan buni davlat tizimga solib qo'ydi. Ya'ni faqat 7 yosh degan bu. Chunki budjet bor, boshqa narsalar bor, 1 yilga mo'ljallangan xarajat bor. Har bitta o'quvchiga belgilangan summa bor, misol uchunda. Shundan kelib chiqib, menimcha qilingan ish bu. Shunday. Haqiqatan ham ta'lim sohasidagi muammolarni ham, umuman olganda yechimlarni ham gaplashdik. Bugungi suhbatimizni endi umumiy hamma fikrlarni bitta xulosalasak. Umumiy maktab tanlash, ulardagi xatolik bo'lsa, uniga yo'l qo'ymaslik, haddan qisqacha xulosa qilsak, yakunlaymiz. Xo'sh, bugungi kunda xususiy maktablar rivojlanib boryapti, ko'payyapti. Bu imkoniyatlarni ochib beryapti. Turli xil maktablar bor. Hammani puliga yarasha ham, hammani qarashiga yarasha ham, ixtiyoriga yarasha ham maktablar bor. Deylik, hozir O'zbekistonda 1 oylik to'lovi 25 million bo'lgan maktab ham bor. 1 oylik to'lovi 1 million 200 ming so'm bo'lgan maktab ham bor. Va bu 25 millionlik to'lagan maktab bilan ertaga 1 million 200 minglik maktabda o'qigan bola ertaga bitta joyga anaqa bo'lib qolishi ham mumkin. Bitta o'ringa raqobatchi bo'lib ham kelib qolishi mumkin-da. Va albatta bolani o'zini keyingi hayotini ishlab ketish masalasi bilan bog'liq. Ya'ni maktab tanlash masalasida. Albatta siz qimmat maktabda o'qitishingiz, o'zingizni qiynashingiz shart emas. Hamma imkoniyatga yarasha xususiy maktablar bor. Endi xususiy maktablarni sifati eng pastrog'i ham davlat maktabini sifatiga nisbatan, ta'lim sifatiga nisbatan yaxshiroq bo'lib qolyapti-da, men ko'rayotganim. O'qituvchi masalasida keyin ota-ona pul to'layapti. To'lagani uchun bolalar sonida farq bor. Ha, shunday. Sinfda juda bo'lsa 22 ta bola o'tiradi. Juda bo'lsa. Va bu ham kamayib boryapti. Xususiy maktablar buni kamaytirish harakati deb o'ylayman. Ya'ni bu tomonlari borligi uchun xususiy maktablar rivojlanadi. Faqat qachon rivojlanadi degan savol qo'yiladi. Xususiy maktablarda kimlar qoladi? 800 ta, 1000 ta, 1,5 mingta maktab O'zbekistonda 1,5 mingtaga chiqib ketadi xususiy maktablar soni. Buni ko'rib chiqqanman. Va bu yerda hammasi ham zo'r maktab bo'lib qolmaydi. Yaxshi maktab sifatida faqat tizimlashgan maktablar qoladi. Va'dasini tizimli ravishda yechim berayotgan maktablar qoladi. Lekin tizimni qayerdan olamiz? Xususiy maktablarni tizimi o'zi ishlab chiqish kerak bo'ladi. Ko'pchilik kuchi yetmaydi. Meni ishim shu bo'lib qolgan. Xususiy maktab ochasanmi desa, yo'q. Xususiy maktab ochgandan ko'ra xizmat ko'rsatishimga vaqtim yetmas ekan deyapman-da. Bitta maktabga borib tizimlashtirishda o'ziga 6 oylab 1 yil vaqt ketib qoladi. U keyin sal tartibga o'tishni boshlaydi. Mana shu tizimlashgan, o'zini yo'lda yurayotgan maktablargina qoladi bu bozorda ham, bu davrda ham va ana o'shalar keyin 100 yillab, 200 yillab, 500 yillab xizmat qiladi kamida. Ya'ni maktab 10 yillik loyiha emas.
5 yillik loyiha emas. Bu maktab 500 yillik strategiya bilan ochiladigan loyihalar hisoblanadi. Va albatta har bir xususiy maktabga o'zini binosi bo'ladi. Yaqin 15-20 yil ichida qolaman degan. Ijarali maktablar ham bu uzoq muddatli yechim beradigan maktablar hisoblanmaydi. Tushunarli. Va shu tizimda menimcha ketadi, xudo xolasa. Katta rahmat Abdusamad aka. Salomat bo'ling. Bir og'iz taklifimga yo'q demasdan keldingiz. Salomat Katta bo'ling. rahmat. Qadrli kuzatuvchilar, bugungi suhbatimiz kimlargadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz niyatimizga yetgan bo'lamiz. Katta rahmat. Keyingi sonlarda uchrashguncha. Loyihamiz hamkori Buxoro maktabi. Buxoro maktabi kelajak binosini biz bilan quring. Manzil Toshkent viloyati Olmaliq shahri. 93lik kodi bilan 787 60 06